1991 yil 4-yanvar kuni Qozog'istonning Sayram oblasida, Chimkent shahrining Sayram oblasida tug'ilganmiz. Keyin 1996 yil Toshkentga ko'chib kelganmiz oilaviy. Sizlarni fikrida biroz negativ ko'paygandek. O'qiysizmi komment? Komment emas, endi men Instagram chiqib qoladi, bir onadan so'kib yozadi, unaqa bunaqa, shunaqa anavi bo'ldim deb shu vartarsga yozmoqchi edim. Nihat dedim, iltimos chaqirma meni bo'ldi. Terma jamoaga boshqa chaqirma demoqchi. Chaqirma demoqchi edim, to'g'risi, men vashshi bo'lib ketdim. Ona prichom bitdi, uydagilarim, yaqinlarim meni ona bunaqa deb hammasi yozishdi deb vashshi bo'lib ketdim, to'g'risi. Keyin o'zimga yotib, o'zim o'ylayman, Ronaldo o'lganda qanaqa ular ko'tarar ekan deyman deb. Ya'ni kulib yuradi xalqim. Ha, yana aytaman, shunaqa butun millionlab, milliardlab odamlarni qiladi-da, uni masalan bunday qo'ysa. Qanaqa ko'tarar ekan deyman-da. Keyin men ham o'zimga davay dedim, bular nima dedim. Senga davay dalshi stimul bo'lish kerak deb yana boshlash kerak, ishlash deb. Va o'sha xayrlardan keyin sal qolsa terma jamoadan ketib qolishingiz mumkin edi agar yana sal davom etganda. Sal yana davom etganda shunaqa bo'lishi mumkin.